Assalomu alaykum, bizni kuzatyapti turganlar. Navbatdagi kattalarimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumanining Kena gaz mixlariga o'rnatildi. Oldin bu yerda boshqa katta yo'l bo'lgan. U katta yo'l ham yo'qdi. Har kun 4 mayl 5 mayl qaror joyga tegdi. Akamiz xullas bunkerli holatda, mana bunkerli katta yo'ldan 30 km sistemani o'rnatib berdik, chiroyli qilib. Her gün zapravkaga bo'lib charchadim. 4 mayl 5 mayl bitta zapravka qo'yib 2 sutkadan 5 kungacha yetardi desam, unaqa bo'lsa menga jannat bo'lib qoladi bu dunyo ham deyapti gazlashib. Xullas qo'ldan kelgancha qilib berdik. Ko'rishlaringiz mana. Aynan shuni yonishi. Metini olib qo'ying. O't chiqib, papkalar orasidan o'tib, keyin chiqib ketadi. Har bir yurib chiqib ketyapti turgan o't bo'ldi, men zerikdim deydi bu oralardan. Sovuq bo'ladi o'sha tepaga chiqqancha. Mana kattaligi mushtumdek keladi, bemalol o'tib ketaveradi. Mana miyasi 80 qo'ygansiz 74 ga chiqdi. O'zini o'zi regulirovka qiladi. Motori Kinobalar reduktorlar, qo'sh reduktor, zavod motori, reversi bor, oldiga orqaga yuradi. Kimga shunday aqlli katta yo'llar kerak bo'lsa 99 100 57 90 raqamga aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling.